Assalomu alaykum, xush kelibsiz aziz mehmonlar. Uztech Hackathon 2026 qatnashchilari va biz Aniq va ijtimoiy fanlar universitetidamiz. Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti talabalarni nafaqat mutaxassis, balki istiqbolli rahbarlar qilib tarbiyalashni o'z missiyasi deb biladi. Startapimiz e'lon qilingandan buyon 330 dan ortiq loyihalar yuborildi bizga va 330 dan ortiq loyihalarning ichida 40 loyiha tanlab olindi. Jamiyatimizga yoki sohalardagi muammolarni yechadigan loyihalarni taklif etasizlar deb o'ylayman. Biz Urganch davlat universiteti Invisible Power jamoasimiz, bizni loyihamiz Agro-AI deb nomlanadi. U dron va agro robotni jamlanmasi bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda misol uchun dehqonchilik yuqori darajada ko'tarib bormoqda va unga nisbatan muammolar ham juda ko'p. Biz shu muammolarga yechim bo'ladigan dron va agro robotni ishlab chiqdik. Bizning agro robotimiz o'simlikdagi kasalliklarni aniqlaydi va unga tashxis qo'yib, mobil ilova orqali dehqonga xabar berib turadi. Dronimiz ham shu funksiyani bajaradi, ammo kattaroq, misol uchun ekin dalalari uchun. U yuqoridan uchadi, ekin dalalaridagi kasalliklarni aniqlaydi va unga tashxis qo'yadi va u kerak bo'lsa unga dori ham sepadi. Bu yerga aynan shu o'zim yo'nalishim bo'yicha psixologlarni bir ishini osonlashtirish uchun, ya'ni psixodiagnostik xizmatlarni raqamlashtirish loyihasi bo'yicha tashrif buyurganman va ushbu loyihamizni bugun final taqdimotini o'tkazdik. Menimcha hakamlarga yoqadigan umiddaman. Juda ham yaxshi muammolarga yechim beradi. Endi hozirgi vaqtdagi real muammolarga, masalan, psixologlarni aynan testlashtirish jarayonidagi juda ham katta resurslarni sarflashlari, vaqt juda ham ko'p ketishi, bundan tashqari moddiy resurslari bor, hisob-kitob masalasi, interpretatsiya masalasi, shularning barchasini elektron shaklda, kompyuter holatida biz hisobotlarni tayyorlaydigan web platforma yaratganmiz. Bu nima beradi? Hamma psixologlarga oliy ta'lim muassasasida ishlaydigan, maktablarda ishlaydigan, boshqa davlat tashkilotlarida ishlaydigan psixologlarni ishini osonlashtirib beradi. Bizning loyihamiz nomi Moisturek. Asosiy maqsadi zamonaviy irrigatsiyaga birinchi qadam tashlash. Ya'ni misol uchun o'zimizda tuproqnamiy sensorlari bor, o'sha orqali namlikni aniqlab, avtomatik suv quyadi. Bunaqa hackathonlar rivojlanish uchun juda ham yaxshi. Shunaqa loyihalar bilan chiqsa, o'ziga katta tajriba bo'ladi degan fikrdaman. Hozir hakamlarning oldidan chiqdik. Taassurotlar yaxshi. Bugungi loyihamizda yurtimizdagi ta'lim tizimidagi kamchiliklarni to'ldiradigan laboratoriyalarni virtuallashtirish loyihasi. Bu loyihamiz bilan maktab yoki universitetlarimizda bo'layotgan qurilmalar yetishmovchiligi va qurilmalardan foydalanishdagi ehtiyotkorlik va ularni qimmatligi yoki shunga o'xshagan muammolarni oldini olishga harakat qilamiz. Bu hackathonda qolgan jamoalar bilan o'zaro fikr almashdik, o'zimizning dunyoqarashimizni kengaytirdik, ularni olib kelgan loyihalari bilan tanishib chiqib, o'zimizga yangi taassurotlar olib kirdik. Bu hackathon hozir mana plan qilyapmiz, davomli bo'ladi. Keyingi bu safar o'rin ololmagan yoshlarimiz keyingi hackathonlarda yuqori natijalarni qo'lga kiritadi degan umiddaman. Hammalaringga omad tilayman. Sog' bo'linglar.